Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar, mana navbatdagi darvozamiz Qo'qonga keldik. Qo'qonni qaytib eng Dang'aradamiz. Xudo xolos Dang'araga keldik. Dubay Poson listlari 1.3, 2 tomon 8 ga 6 profil qalinda bo'lgan, taglari shveler, nerjivekalar bor. Nerjivekani qorasidan ham bor. Mana qo'yib beramiz. Agar sarig'i bor, bundan boshqa 3-4 xil bor. Sizga qaysi biri yoqadigan bo'lsa, shundan qo'yib beramiz. Listlari 1.3, 6 ga 4 ham 1.7 tankada bo'lgan. Tahiyalar mana biku bo'lgan. Agar sizga yoqadigan bo'lsa, lazerlik ham qilib beramiz. Agar o'chiq bo'lsin, yorug'roq bo'lsin deydigan bo'lsangiz, lazer ham qilib beramiz. Listlari 1.3, 6 ga 4, 1.7 tankada bo'lgan. Agar kimdaki kerak bo'lgan bo'lsa, ekran tagida nomerlarimiz bor. Agar videomiz yoqsa, like tugmasini bosib qo'ysangiz ham bitamiz. Agar bu nafaqat bundan boshqacha darvoza o'zingizga yoqtirgan darvozangiz bo'lsa ham aytsangiz qilib beramiz. Yoki narxini aytib beramiz. Buni narxi 500 mingdan 700 minggacha material qarab narxlanadi. Kraskasi-ku, kraska. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz yoqsa like tugmasini bosib qo'yasiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlar uchun kattakon rahmat.